O'zbekiston bo'yicha xizmatlarimiz bor, faqat narx kelishilgan holatda. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Yaxshimisizlar? Mana bugun 2026-yil 19-mart Arafa kuni. Hammaga Arafa muborak bo'lsin. Ko'rishingiz mumkin. Ishimizni yakuniga yetkazdik. Bejirim qilib, yosh bolalarga bezapasini qilib, panjarali qilib qo'ydik. Eshiklarni ko'rsizlar. Yangilik qildi, oynalik. Mana shaklini ham ko'rsizlar. Yosh bolalarga ancha bezapasini, mana ruchka qizimaydi. Ko'pchilik so'raydi, gerilga qo'yadigan joyimiz bormi deydi. Mana gerilga qo'yadigan joyimiz bor o'zini. Tam rasxod ekonomishni qilib qo'yganmiz, mana yo'qdik. Ko'rishingiz mumkin. O'ylaringlarni qoraytirmaydi. Bismillah. Rahmonir-rahim. Mana tortini Xudo xolisa o'ta go'zal. Ko'rishingiz mumkin. Mana ikkita o'tinga Xudo xolisa o'yinimiz mis bo'ldilar. Hop, mana kanallar ham Xudo xolisa qizida u tarafini ko'rsatib o'tasiz, orqa tarafini. Bu orqa tarafi ko'rishingiz mumkin. Mana yosh bolalarga bezapasini ko'pchilik kraskasi qo'yadimi deydi. Kraskamiz qo'yadi. Mana edi qizarib yonadi, mana qizarib ketgan. Yosh bolalarga bezapasini deb to'maydi. Mana panjara yaxshi, yosh bola kelib turib, o'sha bo'lsa mana ko'rishingiz mumkin. Sal bo'lsa ham narsa ekonomishni qilib, mana qilib qo'yilgan, bezapasini qilib ko'rishingiz mumkin. O'sha sheyga 230 tami g'ishimiz ketdi. Bu pechkamiz o'zimizdan chiqadi. Anjolilarniki emas, Anjolilarnikidan ham bor. Bemalol telefon qilsangiz hammasini yetkazib beramiz. Bu Namanganliklarniki, orqa oldida kannayi bor. Kamrasxod ekonomishni qilib qurib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha xizmatlarimiz bor, faqat narx kelishilgan holatda. Iltimos, videoni oxirigacha eshitib, telefon qilinglar. Mehnatimiz 2,5 million so'm padrashibga urib beradigan holatimizda. Cho'rni holatida qurdirib beradigan bo'lsak, 5 million so'mga hamma narsamizni olib berib qurdirib beramiz. 1 million 200 ming so'mlik pechkamizni oladigan bo'lsa-ni, uni 3 million so'mga hamma narsasini olib berib qurdirib beramiz. Bu o'pshi $600 ozgina o'tdi. Hamma rasxodda, usta haqqi materiallari bilan birga. Shunaqa pechka qurdirmoqchi bo'lgan odamlar tashab qo'yasizlar, kommentariyada savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz, iloji boricha direktdan javob beramiz. Yo'qsa telefon qilsangiz, telefon orqali javob beramiz. Yo'qsa like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Katta rahmat.